Ba'zida biz hayotimizda qiyinchilikka tushib qolamiz, torlikka tushib qolamiz. Dunyo g'ami bizni qisadi. Alloh taolodan so'raymiz shu narsadan, mushkulimizdan osonlik chiqarib berishligini. Musibatdan chiqib ketishni Robbimizdan so'raymiz, lekin duoyimiz Allohning hikmatiga yarasha ijobati kechiktirilishligi mumkin. Shu kechiktirilgan paytda noumidga tushmaslik uchun Rasulullohni 1,5 yil qiblasi o'zgarishligi uchun tinmasdan duo qilganini eslab qo'yaylik. Habibulloh, Rasululloh, Amina vahyillah, Allohning vahiysining omonatdori, qiyomat kunining shafaat sohibi, Alloh bilan uning o'rtasiga hech kim sig'maydi. Martaba jihatidan hech kim sig'maydi. To'g'ri martaba Robbisiga aloqasi bor bo'lgan zot o'zini hojatini 1,5 yil tinmasdan duo qilib so'raganda ijobat bo'lgan. Demak, Alloh taolo hikmatiga binoan duomiz ijobat qiladi. Tushkunlikka tushmaydi. Yana bitta narsa. Duo ijobat bo'lishligi uchun banda o'sha so'rayotgan narsasida isror qilib turish kerak. Oxirigacha turish kerak. Yosh boladek yig'lab turaverish kerak. Ikkinchi narsasi nima desa, ikkinchi narsasi birovlarning ko'nglini olishlik bilan duolar ijobat bo'ladi. Bemorlarni borib ziyorat qilishlik bilan duolar ijobat bo'ladi. Ota-onalarning ko'nglini olishlik bilan duolar ijobat bo'ladi. Torlikka tushib qolgan qavmi qarindoshlarimizga yordam berishlik bilan duolar ijobat bo'ladi. Alloh yordam beradi. Chunki Rasululloh hadisda Alloh boshqa bir bandalarga yordam berib turgan bandasiga yordam beradi deb aytgan.